Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilari, akalar, ukalar. Qo'qon shahar saxiy magazinimizdan yangi kelgan mishalkalarimiz obzorini qilib beraman. Ko'rishlaring mumkin. 250 litrdan boshlab 180 litrgacha bor. Mana sariqlarimiz 180-200 litrli bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Mana bu 220, 230, 250 litrli mishalkalarimiz, yangi kelgan mishalkalar. Bularimizni ko'rsatib o'tamiz. Motorlari admotkasi mis bo'ladi. Original motorlardan qo'yilgan, ko'rishlaring mumkin. Qolgan mishalkalarga nisbatan bemalol kelib solishtirib ham olaverasizlar. Litri ham katta, ramalari ham baquvvat. Ko'rishlaring mumkin. Bemalol 2 yil, 3 yilgacha ish beraveradi. 6 oy, 1 yilgacha zavodskiy defektiga garantiya beriladi. Hech qayerda 6 oy yo 1 yil garantiya bermaydi. Biz zavodskiy defektiga garantiya beramiz. Shuning uchun baquvvatidan olib kelib qo'ydik. Eng qimmati 3.700.000 so'm. Narxi ham uncha qimmat emas, sifati o'ta zo'r. Xohlagan taraflaringga aylantirib bemalol ustakalarimizgami, chorvachilikgami, yem aralashtirgani, hammasiga meva aralashtirgani, meva qurutgani ham olishyapti. Bemalol olib ishlatishlaring mumkin. Endi bunimiz 230 litrlik, ko'rishlaring mumkin. 230 litrligi ham bor. Bunisiga nisbatan motor jinni kichkinaroq bo'ladi. Bochkasi ham jinni litri kichkinaroq bo'ladi. 20 litr kichkinaroq, ko'rishlaring mumkin. Bemalol buni ham olib ishlatishlaring mumkin. Bunga ham 6 oy, 1 yilgacha zavodskiy defektiga garantiya beriladi. Narxini aytib o'tadigan bo'lsak, narxi 3,5 million so'm. Kamini qilib beramiz, murojaat qilaverasiz. Bemalol kelib ko'rishlaring mumkin. Balonlarigacha katta balonlardan olib qo'yilgan. Upakovka holatda ham bor. Murojaat qilaverasizlar. Endi mana 200 litrli. Mana 200 litrli oldingi partiya mishalkamiz va 200 litrli keyin kelgan mishalkamiz. Bunga nisbatan ancha baquvvat, ancha dadil. Ko'rishlaring mumkin. Ramasigacha ancha baquvvat. Bemalol qo'qni garantiya beraveraman. 3 yil, 4 yil oldin bundan sotganimizda ham mana shulardan ham hozirgacha ishlatishyapti. Endi bu bundan ko'ra ancha ham baquvvat, ancha ham sifati yaxshi. Endi bunimizda xo'p, garantiyasi 6 oy, 1 yil, narxi 3.300.000 so'm, 200.000, 250.000 razisa qilaveradi. Bemalol kimga 200 litrli, 230, 250 litrli kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilsalaring, mana shu holatda ham chiqazib beraveramiz. Dastavka xizmati bor, faqat hozirga aytilgan narxlarga chidamas. Endi o'zimizda 3.200.000 so'mlik, 3.150.000 so'm aytiladigan mishalkalarimizga kelsak, bunga ham qo'rqmay 1 yilgacha 6 oy garantiya beraveraman. Xohlagan garantiyalaringni kelib ishlatib, pakopka holatda ham ochganimizda motorigacha ishlatib beryapmiz. Ko'rishlaring mumkin. 200 litr, 180 litr, 220 litrligi ham bor. Bu o'zimiz o'sha hammasini Xitoydan o'zimiz olib keltiramiz. Bu birinchi partiya kelgan mishalkalarimizdan. Aravachaliksigacha ham bor. Buni ko'rishlaring mumkin. Bularimizga 3.200.000, 3.150.000 baho aytamiz, kamini qilib beramiz. Endi aravachaligimiz qolganiga nisbatan jinni qimmatroq, 3.800.000 so'm. Bunimiz ancha komfort. O'zi aralashtiradi, o'zi olib borib to'kib kelaveradi. Ko'rishlaring mumkin. Sifati ham ancha boshqacha. Baquvvat, haqiqiy kak aravachadan, o'zimizda yetiladigan aravachadan ham baquvvat bunisi. Shuning uchun narxi jinni qimmatroq. Garantiyasini xohlasalaring 2 yil, xohlasalaring 1 yil, xohlasalaring 6 oy beraveraman. Chunki bu jinni baquvvatroq mishalka hisoblanadi. Buni ko'rishlaring mumkin. Bemalol olib ishlatsalaring bo'laveradi. Kimga qanaqangi sifatli va baquvvat mishalkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, samodelkasidan ham yetkazdirib beraveramiz. Samodelkalarimiz ham bor. Keyingi videolarda samodelkalarni ko'rsatib o'tamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.